Ovozingga gap yo'q, jonim. O'xshamagan kompliment. Ko'chadagi eshakning hangrashi buni ovozdan yaxshiroq bo'lsa kerak. Nima qilyapsan bu yerda, Mubina? O'zingizdan so'rasak, siz nima qilib hech kim tanimaydigan otarchiga ilakishib yuribsiz? Biz ishdamiz. Otarchi deysizmi? Siz o'zi Instagram, televizor ko'rasizmi, ha? Yo'qmi? Menga qara, sen kimsan? Meni erim seni oldingga nima qilyapti? Prodyuserim e'tiboringiz uchun, hop. Senga prodyuser bo'lsa, meni ikkita bolamning otasi, qonuniy erim bo'ladi. Bezrib, tanimayman deyishingizga nechi? Ey inson, nimaga baqirib meni sharmanda qilding, ha? Agar u artistlar bilan yaqin bo'lsam, biznesimga foyda. Tushunmagan omi? Biznesingizga foyda bo'lsa, erkak xonandaga homiylik qiling edi. Men o'zimdan o'zim borib, erkak xonandaga. Sizga homiylik qilmoqchiman demayman-ku. O'ylab gapiryapsanmi? Nima meni ahmoq deb o'ylayapsizmi? Qachon tan olasiz o'sha bilan yurayotganingizni? Menga qara, sen baribir ish olmas ekansan. Ovozingizga gap yo'q, jonim deb o'tirganingizga men ishonishim kerakmi? O'z ko'zim bilan ko'rdim. Unga motivatsiya berdim. Tentak, sen nima buni tushunarmiding? Yaxshi, unda men ham birorta erkak xonandaga borib motivatsiya. Nima? Urib o'ldirib qo'yaman, og'zingga qarab gapir, tushundingmi? Pichoqni avval o'zingga ur, keyin og'rimasa o'zgaga deyish kerak ekan. Ko'chadagi qayerdagi oliftalarga borib, bolalaringiz rizqini yedirib kelayotgan sizda erkakka ming la'nat. Ey, qarg'ama la'nati.